Hop qadrdonlar, biz shiforaga ishlayapmiz. Ko'pchilikda tovoni og'riydi. Dori ukollar bilan qiynalib yurganlar juda ko'p. Agar kimdaga tovonida og'riq bo'lsa, shifora tuz bo'lsa, ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Hop, nima qilamiz? Udarniy volnoviy terapiya UVT deyiladi. Ko'pchilik biladi bu apparatimizni. 3 ta muolaja olinadi. 3 marta. Tovon og'riqlar, oyog'ini bosa olmayotganlar bemalol yurib, yana o'z turmush hayotiga qaytadi. Lakasa kerak bo'lsa, kanalimiz Glavniysida Telegram gruppani silkasi bor. Shu orqali kirsalaring. TikTokda ham, Instagramda ham farqi yo'q. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.